Trampning maxsus elchisi Uitikov Ukrainada tinchlik o'rnatish masalasida sulh tuzish uchun Moskvaga uchib keldi. Tramp Ukraina bilan muzokaralar natijalarini muvaffaqiyatli deb atadi. Putin urushni to'xtatishga rozi bo'ldi. Rossiya Mudofaa vazirligi ozod etilgan sudjani hozirgi ahvolini ko'rsatdi. Assalomu alaykum. Tanlovingiz va ishonchingiz uchun katta rahmat. Fikrlaringizni kommentariya bo'limida yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qani ketdik. Trampning maxsus elchisi Uitikov Ukrainada tinchlik o'rnatish masalasida sulh tuzish uchun Moskvaga uchib keldi. Tramp Ukraina bilan muzokaralar natijalarini muvaffaqiyatli deb atadi. Ta'kidlanishicha, tomonlar nafaqat o't ochishni to'xtatish, balki hududiy masalalarni ham muhokama qilishgan. Amerika prezidenti Moskva Ukrainada o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lishga umid qilmoqda. Biroq Putin bilan bog'lanish rejalashtirish maqsadi haqida izoh berishdan bosh tortdi. Trampga ko'ra, Zelenskiy avval tinchlikni xohlamagan, endi esa rozi bo'ldi. Putin urushni to'xtatishga rozi bo'ldi. Vladimir Putin harbiy harakatlarni to'xtatishga roziligini aytdi. Biroq Rossiya prezidenti sulh paytida Ukraina safarbarlik o'tkazmasligi, tayyorgarlik ko'rmasligi va qurol olmasligi va bu uzoq muddatli tinchlikka olib kelishi uchun kafolatlar xohlashini aytdi. Shuningdek, Putin sulh masalasini Donald Tramp bilan muhokama qilishini istisno etmayapti. Şu olan sahir var. Sahraga yugurishga olsam, hayot ne kadar güzel bu olan. Avtobus sen yugur avtobusda. Avtobus yürüyor, lekin odamlar yana. Tagiga qolib ketsa ham ro'z odamlar. Dalli bir evad avtobusda. Beparasat dokumenting tushdi, qo'yga o'xshab sakraysan, ey. Qaray. Mana shu. Buni qaranglar. Mana uni nima uchun qo'ygan, ey? Nima uchun qo'ygan buni narsalarni? Yeppa. Birontang uchib o'ylasan hozir, ey. Yaxshi ham shu yurak Ayolga kerak edi. Rossiya Mudofaa vazirligi ozod etilgan sudjani hozirgi ahvolini ko'rsatdi. Tanlovingiz va ishonchingiz uchun katta rahmat. Fikrlaringizni kommentariya bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.